Xo'sh, 22 gram. nasha topildi. Biz mana bu xo'jayining bilan ungacha kelishib olamiz. To'g'rimi? Mana bu yerda yarim qarish yubka kiyib yurganlaringni qaralaring. Ilonni boshini bosyapmizmi deyman-da, mayor. Prosta og'aynilarim bilan o'tirdim. Telefonni ber. Hop, hozir beraman. Mayor. Sizni so'rashyapti. Geldiyarning otasi bugun keladi. Ungacha o'g'liga tushuntirish ishlarini olib borib chiqarib yuborishimiz kerak. Pashshada yezib tashlayman hali. Ey bolakay. Qanaqa arzimagan sevgi, rashk, muhabbat tufayli ikki jon jigar bir-birini so'yib o'ldirgan. Ushbu serial O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning Alvido bolalik qissasi motivlari asosida suratga olindi. Viloyatda qaytishingga ko'z tikib turgan ota-onalaring ham shu xayol bilan yurishadi. Mana bu yerda yarim qarish yubka kiyib yurganlaringni qaralaring. Qiz bola boshing bilan mana ularni ichishga uyalmadingmi? Hayf sendaqalarga. Aka, oshirib yormadingizmi? O'zingizcha sansirayapsiz. Biza juda yaxshi haq-huquqimizni bilamiz, aka. Huquqingni bilasan, ammo burchingni unutgansan. O'zimga kerakligini juda yaxshi bilaman. Qolgani uncha qiziq emas. Aka, men dadamning raqamlarini beraman. Keyin meni qo'yib yuborasiz. Men ko'chada sang'ib yuradigan bola emasman. Ko'chada sang'imaysan, ammo uy ichida bilganingni qilasan. Fahsh kinolarni ko'rib, qizlar nomusini toptaysan. Mana bu. Qurug'idan tortasan. Mana bu. Otang shularni biladimi? Tuhmat qilmang. Biz shunchaki ko'rishib gaplashib o'tiribmiz. Nima? Gaplashib o'tirisham mumkin emasmi? Vay Hayriyati. Tuzukmisan qizim? Qayerdaman? Voy, meni uyimdasan qizim. Seni uyga olib keldim. Haligi ko'chada yotgan ekansan. Qara. Bu qayerga ketayotding? Qayerdan kelayotding?
Uying bormi seni? Hay, qizim. Eringchi ering. Ering bormi? Bor edi. Bor edi. U nima deganing? Xiyonat qildi xola. Voy, qizim, qizim. Erkaklarning hammasi shu. Yonida guldek xotini bo'lsa-ham, begona ayollarni ko'rganda silagini oqizadi. Mayli. Xafa bo'lma. O'tib ketadi hammasi. Bilmasam. Xafa bo'lma, qizim. O'tib ketadi hammasi. Qorning ham ochib ketgandir, qizim. Uyingiz fayzli ekan, xola. Ha, cholim rahmatlidan qolgan uy. Meni o'g'lim shu Rossiyada ishlagani ketgan. Kegin bolam, kegin desam, ana boraman, mana boraman deb hali keladi-da. Ha, mayli, sen yota tur. Men hozir ovqat olib kelaman. Bismillahirrohmanirrohim. Nimalar haqida gaplashayotganingni o'rganamiz. O'rtoq mayor. Shkafning ichida mana bu topildi. Bu yoqqa ber. Bu nima? Men buni bilmayman. Bunga umuman aloqam yo'q. Ha, hali yana nimalarni bilmasligingni ko'ramiz. Kapitan, salafan ichidagilarni ochinglar. Xo'p. Hali bular bizlarga tuhmat qilishdi deyishdan ham tap tortishmaydi. Hammasini ochinglar. Qora salafandagini ham ochinglar. Ochib tur. Ochib tekshirib ko'ring. Xo'sh. Bu nima? Balki sen bilarsan. Yo'q, bilmayman. Sen bilmaysan. Agar istasang, dadangdan so'rab ko'ramiz. Alo. Alo, Да. hammasi joyidami? Да, bать. Все нормально. Nima qilyapsanlar? Просто og'aynilarim bilan o'tirdim. Telefonni ber. Hop. Hozir beraman. Mayor. Sizni so'rashyapti. Mayor Soliyev. Mayor Soliyevman. Men Keldiyorovman. Xursandman. Uyingizda man etilgan narsalar topildi. Qonunga xilof ishlar bo'lyapti. O'rtoqlarning uchrashuvi. Man etilganmi, mayor? Uchrashuv man etilmagan. Ular buzuqchilik bilan shug'ullanishyapti. Nashavandlik qilish jinoyat ekanligini bilasiz-ku. Mana hozir paketga o'ralgan giyohvand modda topildi. Meni eshityapsizmi? O'rtoq mayor, sizdan iltimos, bolalarning sho'xligini avf eting. Qaytib borganimda siz bilan bafurcha gaplashaman. O'rtoq Keldiyorov, bu sho'xlik emas, bu jinoyat. Yaxshi. Jinoyat bo'lsa jinoyat.
siz bilan til topishamiz uka. O'rtoq Keldiyorov, telefon qilganingiz yaxshi bo'ldi. Aytingchi, uyingizda nechta Blackmagic kamerasi bor? Kamera? Bitta ham yo'q. Nimaga edi? Tepani yana bir qarachi. Video bilan o'zingiz shug'ullanasizmi yo Sanjarmi? Gapni aylantirmang. Men siz bilan til topishib ketamizmi dedim. Gapingizga tushunmadim. O'g'lingizning aytishicha, uyingizdagi ikkita Blackmagic kamera ham siznikimish. Mana shuni siz tasdiqlaysizmi? Shunaqami? Men ertaga yetib boraman. Hujjatlarni rasmiylashtirmay turing. Siz bilan til topishamiz. Mayli. Sizni kutaman. Ammo hammasi qonuniy bo'ladi. Xo'p. Sanjar, dadang kamera bilan shug'ullanmas ekan. Kamera o'zingniki ekan. Nima, video olishga qiziqasanmi? Yo'q. Keyin yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Ana bu shkafdan chiqqan tillalarni yarmidan ko'pi uzilgan. Bu kimni tillalari? Oyim. Tilla jinnisi. Ha, oying tilla jinnisi. Shuncha tilla buyumni bunaqa joyda saqlash g'alati emasmi? Keyin ahamiyat bersak, bir nechtasi uzilgan. Akajon, ilmoqli gaplaringizni bas qiling. Oyimniki. Aniqmi? Javob. Keyin bilasanmi? Bittasi uzilsa tushunish mumkin. Ikkitasi uzilgan bo'lsa ham mayli. Lekin ularning hammasi uzilgan. Bu nimasi? Yo oying uzilgan tillalarni yaxshi ko'radimi? Kapitan, Eshitaman o'rtoq mayor. shu narsa sizni ham e'tiboringizni tortmadimi? Shubhali o'rtoq mayor. Kapitan, topilgan hamma narsani ekspertizaga yuboring. Xo'p bo'ladi o'rtoq mayor. Aniq javobni ulardan eshitamiz. Bu uy sir-sinoatlarga to'la ko'rinadi, ha? O'rganganing sari yangi topilmalar chiqyapti. Shunaqa. Kapitan, Eshitaman o'rtoq mayor. yigitlarni olib keting. Olib borib so'roq qiling. Xo'p bo'ladi o'rtoq mayor. Shart emas. O'zimizning mashinamiz bor. Ko'p gapirma. Senga bu yerda hech kim maynavatchilik qilayotgani yo'q. O'zingning mashinangda boshqa yerga borasan. Hozir esa biz bilan borasan, hamma. Tushunarlimi? Toroningda. Bir tekstur. Kapitan, qizlarni o'zim yotoqxonasiga tashab qo'yaman. Faqat bir shart bilan qizlar. Ertaga soat 9 da jinoyat qidiruv bo'limida bo'lasizlar. Tushunarlimi? Rasmiylashtirilgan bayonnomaga qo'l qo'yasizlar. Qizlar. Shaxsiy mashinam turibdi, o'shanga chiqinglar. Xo'p.
Soat 23:45. Sizlarni yotoqxonaga qo'yisharmikan? Qo'yishadi. Qorovul aka bizni kirgizib boradilar. Qorovul jinoyatga sherik deylar. Tushunarli. Isming nima? Jasmina, Senikichi? Madina. Menga qaranglar qizlar. Xatoni hamma qiladi. Ammo xatoni o'z vaqtida anglab yetish kerak. O'z vaqtida anglab yetilmagan xato inson hayoti davomida juda ko'p soya soladi. Bir marta yiqilsang ham atrofdagilar o'sha xatoni senga eslataverishadi. Bu gaplarni nega bizga aytyapsiz? O'zim, qani chiqinglar mashinaga. Chiqinglar. Ketdik. Oka, dadamni taniysiz-a? Ha, taniyman. Boboy haddidan oshyapti. Uni sindirishga kuchimiz yetadi. Menga qara ukam. Sen aytganini qilib tur. Ertaga dading kelsa hammasi o'zgaradi. Prosta o'rtoqlarning oldida sharmandadek milisa yurish. Bilib turibman. Lekin boshqa iloji yo'q-da ukam. Boboy tankasi kim? Buncha katta ketmasa? Men hech narsa bilmayman. Qani ichkari kiraylikchi. Eshitaman. Yigitlar shu yerda. Yaxshi, har doimgidek chora ko'ring. Har doimgidek. Nega ikkilanyapsiz? Katta ilonni boshini bosyapmizmi deymanda, mayor. Balkim yigitlarga javob berib yuborarmiz-a? Eng to'g'ri yo'l shumi endi? Albatta. Uyidan 2 gram nasha chiqqan odamni ham ish o'rganilgunicha vaqtinchalik hibsda saqlanadi. Nima, Keldiyorovning shoxi bormi?
yo bu qonunlar unga tegishli emasmi? Tushunyapman, lekin Hammasi qonuniy bo'lsin. Xo'p, o'rtoq mayor. Hozir. Voy, assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Mana bu Charchamadingizmi? Charchadim. Ovqating tayyormi? Tayyor. Bo'lmasa, ovqatni Xo'p, siz bo'ladi. men kiyimimni almashtirib Xo'p chiqaman. bo'ladi, xo'p. Dadasi, kechgacha osh yurmasdan bu narsaga bossiz bo'lmaydimi? Bunaqada oshqozoningizni ishdan chiqarib qo'yasiz-ku. Oling. Ko'cha ovqatini yeyishga hushim yo'q, bilasan-ku. Bir tomondan shunisi ham yaxshi. Bo'lmasa, uyga umuman kelmasmidingiz ovqatlanishga? Piching qilmay tura olmaysan, onajonisi. Bilasiz-ku. Yoqimli ishtaha. Ma'ruf uxladimi? Uxladi. Boyxonasiga kirsam, qog'ozlarga burkanib yotgan ekan. Yig'ishtir hammasini deb urishib berib, chirog'ini o'chirib uxlagin deb chiqdim. Yo'q, boshga ham ozgina dam berish kerak-ku, to'g'rimi? O'qish deyurmasdan. To'ppa-to'g'ri. Siz noto'g'ri gapirmaysiz. Aytgancha, dadasi, haligi qo'shnimiz Farida opa borlar-ku. Shular hali chiqqandilar biznikiga. Xo'sh, nima gap bor ekan? Voy, nimasini aytasiz? Ketganlardan keyin gaplarni o'ylab rosa siqilibman. Tinchlikmi? Ahmadni qamab qo'yishibdi. Hozircha do'stdan dushman ko'p. Firmadan qanchadir million kamomad topib, shunday bolani podvolga qamab qo'yishibdi. Onaizor bechora, meni o'g'limni aybi yo'q deb rosa yig'ladi. Rahmim kelib ketdi, dadasi. Dadasi, shunga ishxonangizdagilar bilan gaplashib ko'ring. Iltimos, ularga yordam bering. Mana uni ma'lumotlari. Xo'sh, Men nima ham qila olaman, onasi? voy. Iltimos, shu gapni siz gapirmang. Sizni hurmat qilishlarini hamma biladi. Keyin bu sohada siz tanimaydigan odamingiz yo'q. Yordam bera qoling. Ertaga to'y hashamlarimizda yonimizda turishadi. Bilasiz, ular o'zlariga juda ham to'q oiladan. Onasi. Forma kiydi degani qo'li hamma yoqqa yetadi degan emas. Hamma narsani savol javobi bor. Men hamkasblarimning ishiga burun tiqmayman. Agar Farida opangning o'g'li haq bo'lsa, albatta chiqadi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kerak paytingda seni topolmayapman. Qayerlarda yuribsan? Og'aynilarim bilan edim. Kechasi-chi? Dam oldik. Dam oldik. Yaxshi. Xullas ertaga to'y bor. Hamma ishini yig'ishtirib, birga to'yga ketamiz. Dora chaladigan ahvolda emasman. Bormayman. Nima? Voy bola. Kim bilan gaplashayotganini bilyapsanmi? Bu qanaqa muomala bo'ldi? Bilyapsanmi? Bilyapsanmi kim bilan gaplashayotganini? Siz bilan. Tinchlikmi dadasi? Nima bo'lyapti? Ha o'g'lim, nima gap? Nimaga dadangni xafa qilyapsan? Voy Asror. Voy to'xta. Voy nimaga bunaqa asabiy bo'lib qolgansan a? To'xta bolam. To'xta dedim. Assalomu alaykum Va adajon. alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi yottirdingmi? Adajon, ertalabdan beri nima baqir-chaqir? Mayli, yuring, men sizga kofe qilib beraman, achchiqqina. Yur. Yur oqa. Doniyor aka. O'yla bey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzukmisiz? Yaxshi. Sog'ligingiz joyidami? Ha, shukr. Ana bu kuni Akbar akam aytuvdilar. Doniyor akangni mazasi yo'q degandilar. Tinchmisiz ishqilib? Ha, xudoga shukr, tinch. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr. Yuribmiz. Yaxshi bo'ling. Ha, rahmat, aytganingiz kelsa. Mayli Doniyor aka, gaplashamiz. Mayli, rahmat qo'shni. Meni bahoyimni shunchaga baholashibdi-da. Ahmoqlar. Assalomu alaykum. Olimjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysan? Nima yangiliklar? Tinchlik, boshliq so'rovdilar sizni. So'radilarmi? Tinchlikmi? Ha, yaxshi. Bilmadim endi. Xo'p, xo'p. Karin. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Keling, Soliev. Qadamlaringizga hasonat. Yaxshimisiz? Meni yo'qlagan ekansiz. Ha, yo'qladik. Sababini o'zingiz yaxshi bilasiz. Tushunmadim. Menga qarang. Keling. Mushu sichqon o'ynamaylik. Har holda
mendan 1-2 yoshingiz katta. Balki mendan ham ko'proq narsa bilarsiz. Lekinchi Maqsadga o'tavering, o'rtoq boshliq. qisqasi Keldiyorning otasi bugun keladi. Ungacha o'g'liga tushuntirish ishlarini olib borib chiqarib yuborishimiz kerak. Men Mulla Qo'ziyevga aytdim. Hech narsani rasmiylashtirmagan. Tushunarli, lekin sizni shoshirmayman. Xonangizga kiring. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Menga qarang, Soliyev. Bu narsalar hammasi sizdan ham, mendan ham qoladi. Bo'ldi. Aytganingiz kelsin. Hop. O'zingiz ehtiyot qiling, aka. Bo'pti, gaplashamiz. Alo, nima gap, tinchlikmi? Ha, dadasi, yaxshi yetib oldingizmi? Haligi yaqin tanishingiz bir dunyo shirinliklar olib kelibdi. Shuni nima qilay degandim. Ha? Qanaqa shirinlik? Nimalar deyapsan? Kimligini so'ramadingmi? Ha? Olib kelgan yigitga kim berib yubordi desam, Keldiyorov degan tanishlaridan deb aytdi. Ha, dadasi. Unday do'stingiz yo'q edi-ku. Tushunarli. Tinchlikmi, nega jim bo'lib qoldingiz? Ularni bir chekkaga olib qo'ygan. Hali qaytarib olib ketishadi. Xo'p bo'ladi. Men qara. Ha. Mashinada pivo keldi. Tezda tushirib tashlaring. Bitta sinsa, ko'rasanlar. Bor. Xo'p. Qarashib o'raymi, shef? 4 ta pivoga ko'nsang mayli. Qarash. 4 ta? Ha, bo'pti. 5 ta. Shisha beraman. 5 shisha beraman. 6 tadan kam bo'lmaydi, aka. 6 ta? Ishtaqalari karnayu.
Bo'pti. Faqat ehtiyot bo'lib, ha? Mana buni ko'zimni yumib bo'lsa ham ehtiyot qilaman. Assalomu alaykum o'rtoq mayor. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Pivoxonadaman. Pivoxonadami? Tushunarli. Anavi men aytgan yigitlar bilan gaplashishga harakat qil. Faqat ehtiyotkorlikni qo'ldan boy berma. Xo'p bo'ladi. Kiring. Ruxsat eting o'rtoq mayor. Ruxsat. Oldingizga kelishibdi. Kim? Marhum Mirtillayev singillari. Kiraversin. Kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling singlim. Qani? Keling. O'tiring. Dardingizga sherikman. Hozir sizlarga juda ham qiyin. Qotil topildimi aka? Yo'q hali. Ammo qidiryapmiz, harakat qilyapmiz. Akam birovga ozor beradigan inson emas edi. Aksincha, hammaga yordam qo'lini cho'zardi. Nega ilk kechadayoq akangizni izlashga harakat qilmadingiz? Akam ishdan qaytmagan kuni jiyanlarim menga aytmabdi. Ertasi kuni dadam kelmadi dedi. Bilasizmi, biz ikkita farzandmiz. Ota-onam o'tib ketishgan. Toshkentda deyarli yaqinlarimiz yo'q. Qarindoshlarni bari Farg'onada yashaydi. Kenoyim ham 4 yil avval saratondan ko'z yumdi. Sizda qandaydir shubha bormi? Akangizni hayoti bilan bog'liq. Shubha? Yo'q. Lekin avval ham akam 1-2 marta uyga qaytmagan. Keyin ishxonasiga telefon qildim. Xo'sh. Telefon qilsam jahli chiqib, o'lmasam qaytaman dedi. O'shandan keyin telefon qilmasdim. Akangiz spirtli ichimliklar ichishini bilarmidingiz? Oxirgi paytlar ko'p ichdi. Tushunarli. Rostini aytsam, akamni bu yurishda boshqa ayol bor deb shubha qildim. Ammo u ayol Xo'sh. taxminimcha bolalaringga qaramayman degan shekilli. Siz yoki jiyanlaringiz uy atrofida biror bir shubhali shaxsni uchratmaganmisizlar, ko'rmaganmisizlar? Balki qo'ng'iroqlar bo'lgandir. Yo'q. Yana bilmadim. Jiyanlarim kun bo'yi darsda bo'lishadi. Ular maxsus maktabda o'qishadi. Ertalabdan to shomgacha maktabda bo'lishadi. Akam esa har kun 8-9larda ishdan qaytardi. Tushunarli. Akangizni topish tutishi qanday edi? Ichadigan sheriklari haqida ma'lumotga egamisiz? Ichadigan sheriklari? Bilmadim. Oylikka yashaydigan inson edi. Qo'lida ortiqcha puli bo'lmasdi akam bechorani. Akam unaqa ko'p ichmasdi. Oxirgi paytlarda bilmayman, negadir ko'p ichadigan bo'lib qoldi.
Akangiz hamisha sarxush yurgan, shundaymi? Yo'q. Akam o'zini bilmaydigan darajada ko'p ichmasdi, aka. Bilmayman, oxirgi paytlarda o'zgarib qolgandi. Tushunarli. Singlim, Yaratgandan sizga sabr tilaymiz. Biz esa biror yangilik bo'lsa, albatta ogohlantiramiz. Bunday bo'lishini kim bilibdi deysiz, aka? Akam bir paytlar sport bilan shug'ullangan inson edi. Uncha yigitni unga kuchi yetmasdi. Shunaqa akamni ko'mamiz deb o'ylamagandim. Iltimos, begunoh go'daklar hurmati, jinoyatchini jazosiz qoldirmang, akajon. 3 bolani ko'z yoshlari tinch qo'ymaydi. Topamiz, albatta topamiz, singlim. Jinoyatchilar qochib qutula olmaydi. Topamiz. Rahmat aka. Topamiz. Shef. O, ish bitdi. Yaxshi. Razzoq. Labey. 6 ta pivosini berib yuborgin. Xo'p. Yo'q, hozir emas. Nima, meni alkash ko'ryapsizmi, aka? Kimdir kelsin. Ulfat topi. Keyin o'tirib otamlashib ichamiz. Hozir muzlatkichda turaversin. Mayli, bo'pti. Jab bez bola ekansan-ku, ha? Kecha yo'q. Biluvdim o'zi. Juda bez bola ekanligingni. Kecha ko'rgandim. Ha. Tuppa-tuzuk odamni pivosini tortib olganingni. Tuppa-tuzuk odamingiz icha olmay qiynalib o'tirgandan keyin nima qilishim kerak edi men? O'zini qiynab nima qiladi? Pulini berdim, oldim. Men tekinga yeb ichadiganlardan emasman. Ivot xalqimizdagi naql bor-ku, tekin yeyish tanni toza qiladi degan. Bular naryoqda. Gapni ham olasan-da, uka. Menga qara. O'zi qayerdan paydo bo'lding? Bu yerlarda yo'q eding-ku, ha? Paydo bo'lganimizga ancha bo'lgan aka. Agar ko'nsangiz 5-10 kun shu yoqda ishlab tursam, pasport qo'liga tushishi bilan ishga kirib ketaman. Nima? Qamoqdan chiqdingmi? Ha. Mendan qo'rqmang. Kelishib olamiz. Men o'g'ri emasman, aka. Yo'q. Faqat ozgina qo'lim qichib turadi. Не страшно. Qo'y ukam. Ana piyolaringni ol-da. Bu yerdan tinchgina ketgin, iltimos. O'zi bu yerda qo'li qichiydiganlar ko'p. Ha, 2 kishi ichib olishadi, o'zlaricha sherga aylanishadi. Menga tinchlik kerak, xo'pmi? Ana u minisa zotidan juda to'yganman. Xo'p, Bunday bo'lsa, men sizga kerakli odamman.
Birorta zo'ravon sizga oliftalik zo'ravonlik qilsa, shunda meni to'g'ri qilasiz, bo'ldi. Muammo yo'q. Yeah. Mumkinmi o'rtoq boshliq? Bezovta qilmadimmi? Siz bilan gaplashib olsam degandim. Xo'sh, Soliyev. Nima xizmat? Maylimi telefoningizdan foydalansam? Nima? O'zingizni telefoningiz ishlamay qoldimi? Ishlamay qoldi. Ha. Bo'lmasam bemalol. Alo, eshitaman. Murojaat etishga ruxsat eting. Men mayor Soliyevman, o'rtoq boshliq. Va alaykum assalom. Eshitaman Soliyev. Hozir bo'lim boshlig'i Haydar Aliyevichni xonasidan qo'ng'iroq qilyapman. Kecha Keldiyorovning xonadonida tintuv o'tkazganmiz. Xo'sh. 22 gram nasha topildi. Bundan tashqari 2 ta Sony kamerasi, bir necha zargarlik taqinchoqlari ham topildi. Taxminimcha, bu buyumlarning barchasi o'g'irlangan. Tushunarli. Siz vaziyatga qarab erkin harakatlaning. Agar Keldiyorov aralashguday bo'lsa, o'ziga yomon. Ish nazoratim ostida. Tushunarli, o'rtoq boshliq. Uzr, sizni bezovta qildim. Sanjar Keldiyorov. Dadangiz qachon keladi? Kelmaydi. Bugun kelaman degandik-ku. Ha, unda kelgandir. Tushunarli. Oltita pivoga Mayli.
roziman. Все? Тогда 6 ta pivani tekinga berasiz. Potom 40 tasini sotib olaman. Nima qilasan? Sotib olaman. Qarang. Siz mana bu saroyingizni berkitib ketaverasiz. Men qolaman. Odamlarni hojatini chiqarish kerak aka. Bekor aytibsan. Bor, yo'qol. Nima men? Ahmoqqa o'xshaymanmi? Yo peshonamga ahmoq deb yozilganmi? Mayli. Qara buni. Men shundoq hayhotdek kafemni shunga qoldirar ekanman. Demak, sizni ishdan qoldiribman-da. Yana o'ylab ko'ring aka. Men senga bo'ldi-da uka. Juda yaxshi-da. Menga qara. Gaplarimni diqqat bilan eshit. Razoq! Voy bola. Razoq! Voy, qo'lingni ol. Seni hozir. Jojo, sen bola aralashma. Borib. Pivalaringa Shimkent yozuvini yopishtir. Ana daryodagi ko'prik ostida uzoqroqda sotasan. Ağrımayan başta artık bu. Guli deyman. Hozir adasi, hozir. Mana boryapman. O'g'lingga ayt, tez yetib kelsin. Axir u militsiyada-ku. 10 minut bo'ldi qo'yib yuborishganiga. Tez yetib kelsin. Xo'p, hozir. Iflos. Hali men bilan o'ynashadigan bo'ldingmi sen? Pashshada ezib tashlayman hali. Kimga ishonyapti hayronman. Soliyev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'g'lim, yaxshimisan? Ha, rahmat. Men sizni bu joylarda ko'p ko'raman. Men ham bu yerga tez-tez kelib turaman. Qishlog'imizni qabristonida ota-bobolarimiz, avlod ajdodlarimiz yotibdi.
hozirgi kunda yoshlarimizga ham hayronman-da. Ota-onalar tirik paytlarida ularni qadriga yetishmaydi. O'tgandan keyin o'sha ota-onalarini qadri uchun xalqqa o'zimni ko'rsatay deb osh beradi, dasturxonlar yozadi. Endi ota-ona o'lib bo'ldi. Alloh rahmat qilsin ularni-yu. Shu dasturxonlar qo'yish kerakmidi? Tirikligida qilish kerak edi-da. Bola-chaqa, aka-uka, yaqinlaringni oldinga chaqirib, bir kalima Qur'on o'qiganing yaxshi emasmidi? To'g'ri. Men hayronman, bolam. Men ham shu yerga kelaman, sizni ko'raman. O'zi siz qayerdansiz, o'g'lim? Bu yerlik emasman. Shahardanman. Sizni mabodo bu qishloqlarda, bu qabristonlarda biron yaqin ota avlod, ona avlod, biron yaqinlaringiz bormi? Yo'q. Qabristonda yotgan mana shu marhum sizga kim bo'ladi, bolam? Buvi. Buvijon. Buvi. Voy. Voy bolam-ye. Voy. Buvi. Voy onaginang o'rgilsin. Voy jonim. Assalomu alaykum buvijon. Voy o'zim o'rgilay. Buvijon, yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi keldim. O'zing yaxshimisan, bolajonim? Voy, seni sog'inib ketdim. Seni sog'inib ketdim, bolam. Men ham sizni sog'indim, buvijon. Ha. Men ham sizni sog'indim. Meni bu uncha sog'indim. Ha, voy o'zim o'rgilay. Jonim bolam, o'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Ha, yaxshi o'qiyapsan? Ha. Ha, yaxshi. Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Ha, yaxshi. Men senga sen yaxshi ko'rgan olmali pirogdan olib keldim. Mana qara. Ol, ye. Katta yeginda. Ha, o'g'il bola katta yeydi. Tishla, kattaroq tishla. Buvijon, meni oyim olib ketadi. Qachon olib ketadi? Bolam, bilmasam. Unda siz olib keting. Voy bolam, seni jon deb olib ketardim, bolam. Lekin men so'radim, berishmadi. Yo'q. Siz qarisiz deyishyapti. Mayli, xafa bo'lma, bolam. Ha, sen mana bu pirogni yeb turgin, xo'pmi? Xo'p. Men opalaringga ham pirog olib kelganman. Men berib kelaman, xo'pmi? Xo'p, mayli. Bolam, Ha? bir kunmas bir kun navbat kelib, o'lim haq yodga olamiz. Biz ham shu yerga kelamiz. Shuning uchun bolalarimni hayhaylashiga qaramasdan shu yerga kelaman-u, lekin yodga olamiz, o'lim haq. O'tgan bobolarimiz, mamolarimiz, ota-onalarimiz, o'zimizni ham borar joyimiz shu. Endi bolam, sizga rahmat. Shuncha kelib, yo'l bosib, musofirlik bilan ziyorat qilibsiz. Umringizni Xudo ziyoda qilsin, o'g'lim. Rahmat. Mayli bolam. Endi men bora qolay. Allohu akbar.
Onajonim, tushunsangiz-chi, bolani sizga bera olmaymiz. Buni ustiga siz begona bo'lsangiz, ismini o'zim qo'yganman. Yuzlari oydek yorug' bo'lsin deb Qamariddin deb qo'yganman. Qanday qilib voz kechib ketaman? Qanday qilib? Onasi qachon keladi-yu, qachon olib ketadi-yu? Jon bolam, bir yo'lini qiling. Yo'lini qiling, jon bolam. bu gaplarni necha yildan beri eshitib kelamiz, onajon. Buni ustiga siz begona bo'lsangiz. Qo'ying endi. Ammo pirog juda ham shirin bo'pti. Voy. Voy. Qamariddin. Qamariddin? Qamariddin. Bolam. Nima gap? Ota-o'g'li aytdi, menda gaping bor ekan. Tinchlikmi? Xullas, Murodning opasini to'yi aniq bo'ldi. Ha, endi bir dadangiz bilan davrani qizdirib berasiz, Hofiz aka. Bilmadim. Xizmatlarimiz ko'p-ku. Ha, endi o'zingizni taroziga solmang, xalq hofizi bo'lsangiz ham. Sinfdoshlarga aytdim. Hammasi imkoniyati ko'targancha pulni berishadi. Har holda yosh bola emasmiz. Ha, bu yog'iga erta-indin maktabni tamomlab institutga topshiramiz ham, o'rtoq. Senlarni to'yona qilmoqchimiz. Aftingni bejab qo'yaman hozir. O'zingiz bo'lsing, o'zingiz bo'lsing. Murodning otasi o'lib ketgan. Oilaviy ahvoli ham yaxshi emas. Shunga sinfdoshlar bilan biroz bo'lsa-da qarashaylik degandim. Dadamga aytaman. Lekin va'da bermayman. Voy vo. Xalq hofizi. Hali to'yga 2 oy bor. Men senga ertaga deyotganim yo'q-ku. Yoki ana to'y yozadigan daftaringlar to'lib ketganmi? Basharingni buzib qo'yaman deyapman. Hofiz aka, o'zingizni bosing. Siz dadangiz bilan gaplashib ko'ring. Biz qolganini sinfdoshlar bilan hal qilib qo'yamiz, xo'p? Kelishdikmi? Yaxshi qoling, Hofiz aka. Qamarjon. Haligi buving bor edi-ku. U meni buvmas. Meni aldadi. Endi kelmasin. Kelmaydi. Chunki u olamdan o'tdi. Ko'zlarini yumib, osmonga uchib ketibdi. Buving rahmatli yaxshi ayol edi.
seni bu yerdan olib ketish uchun oxirgi nafasigacha harakat qildi. Ammo ba'zan bu hayotda insoniylikni bir chekkaga surib, jonsiz qog'ozlarni ustun ko'rishimizga to'g'ri kelar ekan. qilganim uchun osmonlarga uchib ketdingizmi? Buvijon, kechiring meni. Bu dunyoda sizdan bo'lak mehribonim yo'q edi. Endi siz ham meni tashlab ketdingiz. Demak, meni hech kimga keragim yo'q. O'sha kuni nega pivoxonaga borgandik? Qamarga yo'q bormaymiz desam ham bo'lardi-ku. Nega Dilfuzaga qiz bolalarning ko'chada yurishi yaxshi emas demadim. Endi bu yog'iga nima bo'ladi? Meni qamab yuborishsa onamning ahvoli nima kechadi? Sen bolaning ham tarbiyasini buzgansan deb onamga kun bermasa kerak. Salimchi. Agar u bilan uchrashib qolmaganimda hammasi boshqacha bo'larmidi? Tavba. U ham o'lib qolsa-ya, yuzida rang ham qolmabdi. G'alati bo'lib qolgan. Ammo Qamar hali ham o'sha pinagini ham buzmaydi. Kim mana shu tenglamani to'g'ri yechib bera olsa, yozma ishdan ozod qilaman. Men urinib ko'raman, ustoz. Yaxshi, chiqa qol. O, havaskorimiz chiqdi. Chochib tashiydi hozir. Hozir sen ham chiqasan. Ha, xo'p. Asrorboy, shu jumboqni sen qanday yechasan? Asror, qanaqa bo'lardi? Ey, Asror, senga gapiryaptilar. Ha? Qara. Darsdamisan o'zi? Shu o'tirishda Dubay yoki Londonga uchib ketdingmi? Ovozing ham eshitilmayapti. Kel bu yoqqa. Masalani yech. Mana ustoz, to'g'rimi? Barakalla. Mana endi tenglama to'g'ri yechildi. Yaxshi, boringlar. Xo'p, ustoz. Keyingi darsga
hamma uyga vazifalarni tayyorlab kelsin. Aka, tushunyapman, lekin nima qildingiz? Kecha boshqacha gapirayotganding-ku. Nima? Aytgan gapingdan qaytmoqchimisan? Endi vaziyatni qanchalik jiddiy tus olayotganini o'zingiz ham ko'rib turibsiz-ku. Bugun kechga Toshkentga qaytaman. O'sha Soliyeving bilan o'zim gaplashaman. Yaxshilab. Hech qaysingni tishing o'tmayapti unga. Ha, endi unchalik yerga urib yubormang aka. Hech mana yigitcha ham tabasiga tayanmayapti-da. Ko'rib turibsiz-ku. Mayli komandir, borganimda gaplashamiz. Bo'pti aka, bo'pti. Mulla Qo'ziyev chaqir. Tez kelsin. Bu Soliyevga qarshi qanday chora ko'rish mumkin ekan, ha? Bu ishga men aralashganim uchun shunday qilyapti shekilli. Chaqirtirgan ekansiz o'rta boshliq. Ha, chaqirtirdim, o'tir. Eshitaman o'rta boshliq. Keldiyorov xonadonini tintuv qilganlaringda kimlar bor edi? Men, mayor Soliyev, posbon Mardonov, birikta xolis guvoh. Nega Soliyev Keldiyorov bilan bunchalik qiziqib qoldi? Polkovnik tomonidan unga yangi jinoyat ishi bo'yicha topshiriq berilgan. Marhum bilan Sanjar Keldiyorov tanish bo'lishgan ekan. Sanjarni Mirtillayev bilan o'rtasida bo'lgan nizo mayorda shubha uyg'otdi. Sen bola avvalgi ishlar haqida gullab qo'ymadingmi tag'in? Yo'q, yaxshi. Bo'pti, ruxsat. Ketishim mumkin. Rahmat o'rta boshliq. Tilingga ehtiyot bo'lgin, ha? Xo'p bo'ladi. La'nati. Endi bu ishni yopti qilish amri mahol. Qotillik ishida gumonlanuvchi bo'lgan shaxs. Albatta rahbariyat quloqiga yetib boradi. La'natiya. Zo'r bo'lasan-da, Asror. To'g'ri tursang-chi. Yosh bola yo'qshiysan-a? Uyiga borsam ham shu ahvol, bu yerga kelsam ham shu ahvol. Hamma bitta narsani takrorlayveradi. Oyim esa kuniga 50 marta yoshingga yarasha ish qil. Bo'yingni qara, terak deysan. Hech bir ishga yaramaysan deydilar. To'g'ri-da. Mana sen hozir darsda xayol surib o'tirding. Men bo'lsa darsni jon quloqim bilan tingladim. Ammo sen misol yechishni boblab qo'yding. Darsga onda-sonda kelsang, men har kuni darsga kelaman. Lekin tinglamani yechishda juda no'noqman-da. Ayb kimda? Bu narsaga kelsak, to'g'risi bu narsada meni aybim yo'q. To'g'risi ham-da. O'zingda nima gaplar?
Bilasanmi, telefon qilib ana o'kuni xolajonimga qo'ymayapti. Tomi kelgan Dilfuza. bilmadim, yur. Yur, hozir boraman. Yaxshimisan? Yaxshi. Men seni darsdan keyin har doim joyimizda kutaman. Hop. Xo'p. Bo'pti. Uchrashuv belgilandimi deyman, a? Hamma narsaga burningni suqavermagin. Shu bir narsaga hayronman-da. To'g'risini aytsam, shu qizni senga nimasi yoqadi? Tilidan zahar tomib tursa. Nima? Rostdan shu qizga uylanmoqchimisan, a? Hech narsaga aqling yetmasligini sababini aytaymi? Ha. Mana bu yeringni bo'lar bo'lmas narsalarga to'ldiraversang shunaqa bo'ladi. Bo'ldi qilinglar iltimos. Qani ketdik darsga. Qani yura qol Asror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Men bir narsani tushunmayapman. Nimani? Guvoh qotillik ko'prik ustida bo'ldi deyapti. Ammo bu ko'prik qotillik qilishga qulay joy emas. Bundan anglash mumkinki, qotillik bu yerda uyushtirilmagan. Agar qotillikni Sanjar qilganida bormi? U qotillikni bu yerda emas, bir ovloqroq joyda qilgan bo'lardi. Demak, qotil boshqa. Menda boshqa taxmin bor. Balki Martallayev biz o'ylagan odam emasdir. Har holda aroqqa berilgan insondan har narsani kutish mumkin. To'g'ri. To'g'ri aytding. Buyoqqa aka. Xo'sh, davom etkinchi. Odatda chiladigan joyga yolg'iz borilmaydi. Agar Mirtillayev ham shunday yo'l tutgan bo'lsa, sherigi kim? Balki bu ishda sherigini ham qo'li bordir. Bolalarga buyurtma qilgan deysanmi? Bolalar? Bolalar deyotganingiz 17-18 yoshlilarmi? Ular ham bola-ku. Siz shunday deb o'ylaysiz-da, mayor. Ularning qo'lidan nima kelishini bilmaysiz-da. Yaqinda bir qotillik ishi bilan tanishib chiqdim. 17 yoshli qiz 19 yoshli opasini oshxona pichog'i bilan so'yib tashlagan. Janjal bo'lsa, opasini telefonda gaplashadigan yigit sabab bo'lgan. Arzimagan sevgi, rashk, muhabbat tufayli ikki jon jigar bir-birini so'yib o'ldirgan. Afsuski, bunaqa voqealar juda ko'p bo'lyapti. Ayniqsa oxirgi paytlarda qotillik odamlarni etini seskantiradigan bo'lib qoldi. To'g'ri-yu. Ammo qalbdagi jarohatlar bir umr bitmay qolar ekan. Akangning o'limiga nima sabab bo'lganini nega menga aytmading?
Buni qayerdan bildingiz? Axir sizga bu haqda aytmagandim shekilli. Sen qaysi kasbni tanlaganingni hali ham sezmayapsan shekilli, a? Oilaviy shajarangni o'rganib chiqdim, deng. Kasbimiz shuni taqozo etadi, uka. Aslida akamni jinoyatchilar o'ldirmagan. Ammo la'natlar eng razil jinoyatchilardan ham battarroq. Nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding? Qara, o'lib qolmadimikan? Qara, o'lib qolmadimikan? O'libdi. Qara, o'libdi-ku. Qochish kerak bu yerdan. Tez qochish kerak. Rostdan ham o'libdi shekilli. Agar nomardlar hech bo'lmaganda birinchi yordamni ko'rsatganda ham hozir akamni 1 yashar qizi bozlab qolmagan bo'larmidi bilmadim. Yaratgan sabr bersin. Rahmat. Aybdorlar jazolandimi? Jinoyatchilarni topish qiyin bo'lmadi. 3 kilometr narida mashina topilgan. Xayriyat. Haydovchi sal insofli ekan. Aybini tan oldi. Ammo tan olish bilan nima ham o'zgarardi? Pivoxonada nima gaplar? Negadir o'smirlar to'dasi ko'rinmayapti. Aqli kirib qolgan shekilli. Balkim Mirtillayev kimlar bilan hamtovoq bo'lgan? Shunga qiziqib ko'r. Men esa muhim bir inson bilan uchrashishim kerak. Keyin ko'rishib gaplashamiz. Yaxshi, tushunarli. Salom Asror. Dilfuz, yaxshimisan? Yaxshi. Kayfiyating yaxshi? Ha. Kecha dadamga yangi aravacha olib berdik. O, zo'r-ku. Rosa xursand bo'lgandirlar-a? Nimasini aytasan? Avvaliga pulni qayerdan olding deb xolajonimga qo'ymadilar. Keyin nima deyishni bilmasdan sinfdoshim biz haqimizda dadasiga aytgan ekan. Pul berib yuboribdi dedim. Ha, yaxshi. Salim yaxshimi? Yaxshi. Nimaga Qamar uni shifokorga olib bormayapti? Axir ochiq yara o'z-o'zidan bitib qolmaydi-yu. Militsiya iziga tushishdan qo'rqyapti menimcha. Endi qo'lga tushmay deb Salimni jonini azobda qoldiraveradimi? Bo'ldi qil. Aqli yetmagan narsaga aralashavermagin. Axsiga, mana shu keldi Arifuga. Bu odam mol davlat, obro' to'plabdi-yu. Ammo farzand tarbiyasiga kelganda oqsabdi-da. Ha, endi nima deysiz aka? Qani yur.
Mana shu uy. Alo, Assalomu alaykum. oyisi yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. 1 soatda yetib boraman. Xo'p. Xo'p. Taqillat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Izzat aka uydamilar? Ha, uydalar xos kelgandilar. Kim deb aytib qo'ying? Mayor Maqsud Soliyev so'rayapti deng. Xo'p bo'ladi, hozir. Sizni so'rab kelishibdi. Kim? So'rab nima qiladi? Kiravermaydimi? Xo'p, aytaman, kirishadi. O'rtoq mayor, men mashinadagi narsalarni tushib turaman. Mayli, bora qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. San umuman o'ylama u narsani. Siqilib yurishingni qara. yo'q. O'ylaganing yo'q, turishingni qara. Jo'ja, привет. Qalaysan? Qalaysan? Suvmisan? Rahmat. Maya qaragan? Labay. Stulni bandligini mana bu bratlarga aytmadingmi? Aytdim, endi nima qilay, o'zlari kelib o'tira olishgan bo'lsa. Hayda olmayman-ku. Hayda olmaysan hamda. Mana bu muzlatgichdagi ikkita pivani olib borgin. Xo'p. O, patsani. Qayerga? Voy. O, patsani. Tushunmadim. Seni tanishingmi? Yo'q, balki sen tanirsan. Men tanimayman. Unda kim bu? Joy bo'shatish kerak. Erta-perta kelarsan, polvon. Xalqimizda zo'r maqol bor. Aqlli-yu. Bugungi ishni Senga muammo kerakmi? ertaga qo'yma. Ya? Bu bola emas, balo ekan-ku bu. Ey! Ey, nima qilyapsan, ey? Raso, qara! To'xta. O'ldiraman seni. Zo'r bir odam. Ey! Ketdik. Qoli Bo'ldi, qol. biz ketdik. Yura qol. Ha, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Aytganman senga. Bo'ldi, o'zingni bos. Ishingiz bormi? Pul kerak. No, o'zim eplab olib, ishga kirib olgunimcha pul kerak. Bizda pul yo'q. Sanlarda pul yo'qligini men juda ham yaxshi bilaman. Sanlar faqat mabitaga qayoqdagi oliftalarga xizmat qilasanlar. Bilmadim lekin. Menga qara. Labay. Mana bu ikkita pivani olib, mani nomimdan mehmon qil.
Sen oturup dur. Ha. Grafman. Xudoga ming qatla shukr, sizni ko'rishga ham muyassar bo'ldik, o'rtoq Soliyev. Uzr, sizni bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Biz hozirgina Toshkentga kirib keldik. Kenayingiz bilan dam olishga ketgan edik. Ozgina kutganingizda men o'zim oldingizga o'tgan bo'lardim. Kutolmabsiz-da. Ha, kutolmadim. Mana bu konvert. Tomog'imdan bo'lgandek bo'laverdi. Bug'dimi yoki kamlik qildimi? Men siz o'ylagan odam emasman. Kim ekanligimni bilmabsan-da, Soliyev. Seni odam deb siylamoqchi bo'lgandim. Siylovingizni qabul qilsam demak, odam sanalamanmi? Qo'ying. Unda hayvonligimcha qolaveray. Harom luqma bir kun baribir teshib chiqadi. Chirillama, mayor. Ishonganing kim o'zi? Osmonda yurmay pastga tush, yerga. Bugun Sanjarning faxsh ishlari, giyohvand moddalar savdosi va o'g'irliklaridan ko'z yumsangiz, ertaga yana qanday hunarlar ko'rsatadi, Xudo biladi. Agar unga o'z vaqtida chora ko'rganingizda, bugun siz bilan men uchrashmagan bo'lardim. Mayli, salomat bo'ling. Ha, aytganday. Uyimga tashab ketgan himmatingizni hammasini qaytarib olib keldim. Bunday hadiyalarni yetim yesirlarga qiling. Har holda savobi tegarmidi. Tushurdingmi? Ha. Ketdik. Bu hayotda graflar ko'p. Qaysi birisan? Kecha kurortdan chiqdim. Kurortdan kelganlar ham ko'p. Nima demoqchisan o'zi? Pul kerak. Ishga kirib olgunimcha, ozgina o'zim eplab olgunimcha pul kerak. Kerak bo'lsa, qidirib top.
Ey bolakay. Qani. Zo'r. Sigaretni ber. Zo'r. Bravo. Qamar. Menga sanaqa do'st kerak. Menga do'st bo'l. Men sendagilar bilan do'st bo'lmayman. Do'st bo'lmayman degan. Nima bo'ldi? Kelishib oldik. Aniqmi? Ha, bo'pti. Baxtimdan aylanay. Assalomu alaykum. Sizlar bor ekansizlar. Nomardlar ishdan keyin olib qolib majlis qilishdi. Bolalar eshitdinglarmi? Bittasi cho'kib ketdi. Shu yaqin orada cho'kkanmish. Eshitmabman. U bolani tanirdim. Xo'sh. Bolalariga jabr bo'ldi-da. Xurmachaga qarab ichmaganda do'da. Ichgan bo'lsa ko'pi bilan 2-3 ta ichgandir. Chanqoq bostiga kirgandir. Qanaqa qilib suvga tushib ketdi, hayronman. Bitta yarimta urib tashlab yuborgandir-da. Uni urib kim baraka topadi, ukam? Birovga qasd qilmagan bo'lsa, yana kim biladi deysan. Militsiya aralashmayapti-ku. Qayerdan bildingiz? Bildim-da, ukam. Bittasini ichmaysizlarmi? Rahmat ukalarim. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mayli. Ja aqllimikin, ha?